Qani, og'rimayaptimi? Og'rimayapti emas, nima qilib qo'ydingiz, aka? Endi faqat kulib yurasiz, aka. Nima deganingiz? Men unaqa demadim-ku. Buvimlarni ko'rgani boruvdim. Masalalari yo'q ekan. Voy, yomon bo'libdi-da. Nimaga kulyapsiz? Birov o'laman desa, siz kulib turishingizni qarang, odam bo'lmaysiz. Ya, kulganim yo'q, Tasavvur qiling, Mo'min aka bir tomonda men turibman, bir tomonda 10 ta qiz turibdi. Xo'sh, kimni birinchi tanlagan bo'lardingiz? Bilardim o'sha 10 ta qizni tanlashingizni, kulib turishingizni qarang. Men seni tanlamoqchi edim. Qayerdan meni tanlaysiz? Bilaman-ku qanaqaligingizni boring-ne. Vitichkalar nosi bo'ldi ekan. Takoy. Guli? Sunnat aka. Oshxonaga zo'r. Aka, bitta yaxshi konditsionerdan bering, Hoffmannikidan. Takoy, mana bu yozda issiq kunlar yaqinlashyapti-yu, maza qilib muzlaylik, to'yimiz bo'lyapti. Mayli, marhamat, bu yoqqa o'tamiz. Nima qilibsan? Qoyilman. Hoffmanga kelib to'g'ri ish qilibsizlar lekin. Nima o'zi bu yerga keldik? Sababi Hoffman bu sifat. Mana arzon konditsioner oladi-ku kishi, undan keyin buzilaveradi, keyingi yilga xarajat qilaveradi. Bilasizmi, arzon konditsionerni nimaga o'xshataman, aka? Xuddi yigitini tashlab ketgan qizga o'xshataman. Bittasi bilan gaplashib ketaveradi. U buzilaveradi u. Mana bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, uyingizda doim Hoffman bo'lsin. Zo'r. Ko'rib turganingizdek didingizga mosini topasiz. Mana bu bulbulchasinimi? Bu datchigi. Siz qayerda bo'lsangiz, o'sha qarab havo puflab beradi. Ba'zi birlardan ko'ra mehribonroq. Xullas, Hoffman mijozlarimiz uchun sodiq. Qaytarib aytaman, sodiq. Sodiq so'zini siz bilishingiz mumkin. Siz bilmasangiz kerak, bunaqa so'zlarni. Xullas, aka, men bu qiz bilan gaplashganman. Nima? To'g'risi, aka, mingtasi bilan gaplashgan. U sizga mos emas. Sizni ham tashlab ketadi. Tushunmadim, nimaga kulyapsiz? Yeb qo'yganim uchun kulyapman, aka.